Assalomu alaykum hammaga. Biz yana bir obyektimiz Yangiqo'rg'on tumanida yakuniga yetkazdik. Bu obyektimizni 67 million so'mga polni hamma rasxod ichida bitkazib berdik. İşimizni ko'rib baho beringlar, yo'qsa bitta like bo'lsa, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Assalomu alaykum hammaga. Biz yana bir obyektimizni Yangiqo'rg'on tumanida yakuniga yetkazdik. Juda ham chiroyli ko'rinishda bitkazib berdik akalar. Bu yoq tomonda bitta darvozaxonasi bor, narigi tomonda yana bitta darvozaxonasi bor. Joyi tashqari shapkasi hozir olinayotgan joy, mana ko'rib baho beringlar akalar. Ishimiz yo'qsa bitta like bosib, kommentariyada mana shu ishimiz haqida o'z fikringlarni bildirib qo'yinglar. Bu obyektimizni mana ko'rib turibsizlar. Mana bu latolari o'zi bor edi, lekin mana bu dugalarini maloshnidan qo'yib qo'yilgan ekan. Hozir oraga u joyini ham qo'yib qo'yaman, oldingi holatini ham. Biz mana bu dugalarni mokriga o'zgartirdik va latolarning liniyalarini to'g'irlab, o'ta qiyshayotgan ekan. Ko'rganlar bo'lsa, oldinroq videolarni chiqargandim. Polni latolarni to'g'irlab, dugalarni o'zgartirib, mana shunaqangi skromniy holatda tunka fonlarni qilib berdik. High-tech stildagi ishlarimizni qilib berdik. Diplomat ishlarimizni, vodostokalarni ham o'rnatib berganmiz okalar. Travertin qilishsa ham mana xalaqit qilmaydigan qilib devordan qochirib, cho'tka qilib o'rnatib berdik. Bu obyektimizni polni hamma rasxodini, hamma narsasini o'zimiz olib kelib qilganmiz. 67 million so'mga mana shu joyi bitkazib berganmiz okalar. Polni vodostokasi, mana bu gipsokardonlargacha o'zimiz olib kelganmiz. Sababi okamimiz uy egasi Rossiyadalar. Rossiyadan turib bizga zakaz qilganlar. O'zlari yo'q bo'lganlari uchun hamma narsasini o'zimiz olib kelib qildik bu joyda. 67 million so'm pul ketdi bu joyga. Uning ichida mana mishiqlar uylash yuribdi. Hop. 67 million so'm ichida mana bu gipsokardon xizmat haqqi, gipsokardonning o'zining puli hammasi ichida mana darvozaxonamizni mana ko'rishingiz mumkin. Alkafollari orasini mana nerjavekali qilib berganmiz. Oyna tunkalarimizdan, nerjaveka tunkalarimizdan qilib berganmiz. Hammasi polni 67 million so'mga bitkazib berganmiz mana shu joyi. Ishimizni ko'rib baho beringlar mana. Darvozaxonamiz uzunligi to'shni esimda qolmadi. 15-16 metrmikin, 17 metrmikin. Shunaqa uzunlikdagi darvozaxona mana. Bu joyda mana koridorchasi bor, kichkina darvozaxona. Yonidagi bu joy mana oppoq qilib orasini yonib turadigan nerjavekali tunkalarimizdan qilib berganmiz. Mana bu yoq tomondan ko'rinishi. Mana shu joyda mana darvozaxona ko'rib turibsizlar. Pashti bitta ham shurflarni ko'rintirmasdan kastovali qilib alkafonni o'ppoz qilib berganmiz mana okalar. Xudo xolasa cho'tka chiqdi. O'stirmalarimiz ham mana ichkari shapkalarimiz. Bu yoq tomoni ham bo'lgan mana shu 67 million ichida hammasi mana. Endi bu joyda polni travertin bo'lib mana so'killari ham bitgandan keyin inshaalloh yana bir video qilamiz bu xonadonimiz. Juda ham ishimiz ham yana ham o'chiladi xudo xolasa. Bu mana ikkinchi darvozaxonamiz. Bu joy ham bir xilda qilib berganmiz. İşimizni ko'rib baho berib qo'yasizlar okalar. Yo'qsa like. Bosib dashkada bo'lib tursanglar, xudo xolasa yangi videolarni qo'yishda davom etamiz. Kanalimiz ustiga bossanglar, va oxirroqlarda boshqa oppoq rang emas, boshqa mokri, seri, boshqacha rang aralashtirib qilingan ishlarimiz ham bor. Hozir endi mana shu oq fasollar trendda bo'lib turibdi. Latoni mokri qilinyapti, patalo oq, devor oq. Mana bu so'killarga qora toshdan terilyapti. U ham juda ham chiroyli bo'lib chiqyapti. Shu moda bo'ldi hozir. Mana shu burchaklarga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar okalar. Mana choklarni ham chiziq qilib, eshitmas ustamasdan tabiiy holatda qilib keltirilgan. Endi mana bu tomonda ham mana ozgina joyimiz bor. Bitta sakrasa bo'y yetadigan joy mana. Yaqin joy. Sifatini mana yaqindan ko'ringlar mana. Latolarni biz o'rnatmaganmiz, mana bu choklarga ahamiyat bermaysizlar. Bizning chok mana edi. Burilishlarga ham
e'tibor berib qo'yasizlar. Xizmatlar bo'lsa ekrandagi raqamdagi aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib ketinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, bitta like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bu oldingi holati, bitishidan oldingi holati, buni ko'rib, bitgan holatiga baho beringlar, kommentariyaga fikringizni qoldiringlar. Latolarni dugasiga e'tibor berib qo'yasizlar, almashtirib, mokriy qilib qo'yganmiz. Oldin maloshni